Assalomu alaykum hammaga. Qadrli yurtdoshlar. Yevropada yurgan aka birodarlar. Bugun 28-iyun va bizda navbatdagi yangi proyektlarimiz. 26 zlotdan kuzov ishlari, mashinani har xil konteynerlarni ishlab chiqaradigan sexda yangidan ishlab chiqaradi. Bartovoy mashinalarni. 26 zlotdan kuniga 10 soatdan ishlarimiz bor. Ikkita odam ketgan bo'lsa, 4 ta joyimiz bor, yana kelishlaringiz mumkin dushanba kuniga. Undan tashqari 5 ta ukladchik, ya'ni g'isht, blok teruvchilar bo'lsa, 32 zlotdan soatiga mana sizlarga yaxshi proyektlar, mana sizlarga oyligi zo'r chiqadigan ishlar. G'isht, blok terishi biladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, kelinglar, oyliklari yaxshi. 32 zlotdan soatiga 11-12 soat kuniga ishlasanglar bo'ladi, haftada 6 kun ish. Bundan tashqari 20 ta odam armatura ishiga, bizga 5 ta spetsialist, chertyoj biladigan odamlar bo'lsa, 32 zlotdan soatiga 11 soatdan kuniga ish bo'ladi. Mana ish. Oyligi yaxshi chiqadi, zo'r ish, haftada 6 kun bo'ladi. O'sha spetsialistga bog'lab, har bittasiga 3 tadan 15 ta odam bog'lab beramiz 29 zlotdan yordamchiga. Yaxshi ish, yaxshi oylik, yotoqlar yaxshi, sharoiti zo'r. Xonada maksimum 2 tadan 4 tagacha odam yotadi. Undan tashqari bitta odam zanit bo'ldi o'zi. Budovlaniya ishi, ya'ni magazin, har xil apteka, ofis, shunga o'xshash zdaniyalarning ichini kosmetikasi, ya'ni remont, asvejit qiladi, gipsokardon, shpaklyovka, shtikaturka ishlari. 4 ta odamga joy bordi, bitta zanit bo'ldi, yana 3 ta joyimiz bor. 32 zlotdan soatiga. Ana sizlarga ish. Undan tashqari vakansiyalarimiz ham ko'p. Kelinglar, shoshilinglar, dushanba kuniga ofis manzilini yozib qoldiraman, telefon raqamini yozib qoldiraman. Telefonlashib, adresni yozib, lokatsiyani urib kelaverasizlar. Shoshilamiz o'rtoqlar, ishlar hammasi qonuniy, ofitsial ish bo'ladi, oyliklar vaqtida bo'ladi. Ishga joylashtirish bepul, shuni ham hisobini olinglar, kelinglar, ishga joylashinglar, chiqib ketdinglar. Kutib qolamiz. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Omon bo'ling.